Hurmatli do'stlar, mana Xitoy Xalq Respublikasidan kirib kelgan urug'larimiz surish jarayonidamiz. Mana bahor kelishi bilan dehqonlarda bitta savol paydo bo'ladi. Qanaqa urug' eksam yaxshi natija olaman? Don uchun, silyos uchun degan savol paydo bo'ladi. Mana sizlarga yillar mobaynida ishonchdan, sinovdan o'tgan ishonchli asl urug'larimiz mavjud. Mana murojaat qilaverasizlar. 750 fauli. Mumkin 750 fauli 06 urug'i. Nihoyatda hosildor, ikkitadan dona bor. O'rtacha 60 tonna bilan 80 tonnani atrofida silyosdan beradi. Donga bo'ladigan bo'lsa, hurmatli do'stlar, 12 tonna bilan 15 tonnani orasida. Mana bu yog'ida 06 bo'lsa, hozir mana 07 urug'larimiz kelyapti. Asosan silyos yo'nalishi uchun ekiladi. Bo'yi 3 metrdan 3,5 metrga to'g'ri bo'ladi. Ba'zi joylarda 380 ham bo'ladi. Juda samarador urug' mana. Bug'doydan keyinga ertagiga nihoyatda zo'r pishadi. Ertagiga mana shu 06larda 100 kun, 95 kunda o'rsa go'zal doni ko'rinaveradi. Endi hozir mana buni ham 100 kunda ko'rinaveradi.